Men Amerika Qo'shma Shtatlarida logistika bo'yicha ishlayman. Mening vazifam shuki, haydovchilarni ish soatlarini monitoring qilish, chunki Amerikada trak haydovchilarining ish soatlari chegaralangan, lekin biz ularga ko'proq vaqt qo'shib berishimiz mumkin. Bu ularni yanada ko'proq ishlashiga, daromad qilishiga sabab bo'ladi. Savolim shuki, bu yo'nalishda ishlashdan keladigan pul halol bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Demak, logistikada ishlaydigan insondan savol berilyapti. Ya'ni u kishini ishlari tushunishimiz bo'yicha o'sha trak, ya'ni yuk mashinasi haydovchilarini vaqtini nazorat qilish. Amerika Qo'shma Shtatlarida bilamiz shunaqa qoida bor. Masalan, o'sha yuk mashinasi haydovchilari ma'lum bir soat ishlashgandan keyin ma'lum bir soat dam olishlari kerak. Chunki bu o'sha kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar, har xil avtohalokatlar, boshqalarni oldini olish maqsadida qilingan. Shunga rioya qilishlari lozim bo'ladi. Endi albatta bizdan borgan yoki boshqa davlatlardan borgan ko'p yuk haydovchilari ko'proq pul topish maqsadida o'sha belgilangan vaqtni, masalan, kompyuter orqali shunaqa logistikada ularni nazorat qiladigan odamlarga pul berish evaziga cho'zib shunaqa qilishga harakat qilishadi. Chunki ularni tepasida turgan rahbarlar endi u yerda yuzlab, minglab haydovchilar bo'lgani uchun ularni har bittasini nazorat qilishga ulgurmaydi. Shuning uchun nazoratchilar qo'yilgan bo'ladi. Ular shunga mas'ul, shu ishiga oylik oladi. O'shalar bilan kelishgan holda bular vaqtini cho'zadi. Masalan, 8 soat ishlash kerak bo'lsa, 8 soatdan keyin bularni 6 soat ishlagan qilib qo'yadi-da kompyuterda. Ular yana 2 soat yo o'sha qancha miqdor belgilangan bo'lsa, shuncha ishlab ko'proq pul topib olishlikka harakat qilishadi. Bu endi aldov bor bu yerda birinchidan. Ikkinchidan, hali aytganimiz, bu nima uchun qilingan? O'sha haydovchini salomatligi uchun va bo'lishi ehtimoli bo'lgan avtohalokatlarni oldini olish uchun. Mana ko'p holatlarda kuzatyapmiz. O'sha trak haydovchilari uxlab qolish natijasida katta avtohalokatlar. Chunki endi yengil avtomobilni o'sha halokati bilan katta yuk mashinasining halokatini o'rtasida katta tafovut bo'ladi. Endi u katta talofatlar keltirib chiqaradi. Gohida bir necha avtomobillarni masalan nimasiga, halokatiga va bir necha insonlarni hayotdan erta ko'z yumishiga sabab bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida qilingan bu chora. Shuning uchun bunga rioya qilish kerak va o'sha monitoringga mas'ul bo'lgan yigit ham o'z ishini vijdonan halol ado qilish kerak. O'sha qoida qanday belgilan? Masalan, 8 soatmi, 8 soatdan keyin bo'ldi. U qancha pora bersa ham yoki bermasa, uni iltimosiga ko'ra bu narsani masalan qo'shib berish durust emas. Chunki bu aldov hisoblanyapti. Aldov yo'li bilan pul topish bo'lib qoladi dinimizda. Ya'ni Alloh taborak va taolo va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil, o'zaro mol dunyolaringizni botil, nohaq yo'llar bilan yemang. Bu botilga o'sha qimor, aldov, firibgarlik, tovlamachilik, o'zgani haqqini yeyish, hammasi shu botilni taxtiga kirib ketadi deyilgan tafsirlarda. Shuning uchun bunday qilib pul topishlari joiz emas. Allohu a'lam bis-savob.